Damasçı yigite yurt barıp geleli şunu kenset var dedim. Köp söyler eken o bala. Şu yani şoför. Toktamaydı eken. İş kılıp neden çıktık? Kensetten çıktık. Bindik. Ya mingenden mingine oturdu. Metnezaram inas şairsiz. Hep başladı. Bu niçki oladı şu para versek. Mında para versek. Bir anın niçki oladı. İndemedi. Keyin kaçan bir yaxşı olup ketedi özü. Yankı özünü derdini aytıp yaptı da. Keyin ahir urgençe bir araka geleverişte bir şair yazgıçılar söylep yataverdi ki usta siz dum söylemisiz. Ben karşı dürteme yankını bu indi katta adam. Bu indi şair dep tuttu. Bu anı şiir okuydu girip başka dedi. Yankı bir yere girgenimizde bir şu neni zavuçu mektepnin zavuçu ayttık ki uyumunda iki şair gelipti. Evet. Şiir yazlap geliptiler sizler için. Şu şiirlerini şiir yazlap geliptiler dedi. Biraz şiirini yazlap gelini etti. Şunda yankı şopra metnazara ahırı çiçekte ayttı. Kaçan yakşı olar dedin mi o? Şu kaçan söylemesek yakşı olar dedi. Söylemesen hiç oladı onda da bir yere kayıtmadı. Şu gözüyle söylersek dedi. Ağzı şunca enerjiye serpledin hüvadan uriyençe gelince dedi. Şunu esresen dedi. Oy sür, fikir sür dedi. Yani mağazdan düştük. Metnazara yakşı yerten yine uçaşamız desem yerten yemez özü köp yılla uçaşkayımızdan şoförünü almıştır diye. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bizning ko'rsatuvimizni kuzatib borayotgan va bizga fikr mulohazalarini bildirib turgan barcha eldoshlarimizga tashakkur aytamiz. Bugungi mehmonimiz ustozimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, publisist Shuhrat Matkarim. Shuhrat aka, xush kelibsiz. Bizning mana shu kichkinagina dargohimizga qolaversa Cho'girma deb nom qo'yilishida hamda bizlarning ish boshlashimizda sizning ham himmatingiz bor. Birinchi borib sizdan maslahat oldik. Mana shunday bir ishni boshladik. Bir omad tilang deb sizning ko'rsatmalaringiz bilan yana ko'rsatuvimiz birin-ketin o'zi ekranlarda ko'rinib boshladi. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Shuhrat aka, siz bilan uchrashsam men kitob haqida, hamisha adabiy muhit haqida, bugungi Xorazm adabiy muhiti haqida gaplashamiz hamma vaqt. Men bir endi bizlar o'rta yoshlar avlod 50-55 yoshlar atrofindagilar bizlar ko'pchilik ustoz, shoir yozuvchilar bilan uchrashdik. Ularning kitoblaridan bahramand bo'ldik. Ko'proq kitob o'qidik. Hozirgi yoshlarimiz hozirgi davrda kitob o'qish madaniyati susayganning tuyuladi menga. Chunki ko'rinib turgan narsa. Kitob do'konlarida uncha odam ko'rmaysan. Kutubxonalarda bizlar shu navbat kutib o'tirgan vaqtimiz bo'lgan. Shu turib ketsa, borib men shu kitobni olib o'qisam degan. Keling shu kitobdan boshlaylik. Kitobga bo'lgan munosabat niçin o'zgardi deb o'ylaysiz? Endi Aybek, bu narsa zamon bilan, taraqqiyot bilan bog'liq. Demak, bir vaqtlar o'zi kitob degan juda noyob narsa bo'lgan. Agar bundan bir 500, 600 balki 1000 yil ortga qaytsak, kitoblar sanoqli bo'lgan. Chunki u paytda qo'lyozma, demak, hali eng noyob ipak qog'ozlarga yozilgan. Bu qog'ozni tayyorlashning o'zi jarayoni qancha bo'lgan, uni kitobat qilish qancha bo'lgan, uni sahifalovchi bo'lgan, uni hali xorazmcha aytganda dishli degan maxsus odamlar bo'lgan. Bu kitoblar demak o'sha vaqtlarda demak har bir kitobning bahosi bir davlatning bosh xarajiga teng darajadagi kitoblar bo'lgan. Kitob muqaddasli endi ular. Kitob noyobligi shuncha bo'lgan. Chunki uni dunyoga kelish jarayoni shunday bo'lgan. Qimmati shunday bo'lgan. Mana tarixdan ma'lum shu har bir davlat o'zining kutubxonasini bir eng birinchi galda himoyalanadigan, qo'riqlanadigan obyekt sifatida qaralgan. Demak, unda soqchilar
unda qarovullar, unda hamma narsa qilingan. Chunki har bir kitob, u yerda turgan har bir kitob bir davlatning bir yildagi bosh xarajini teng bo'lgan. Qarang kitob qanday bo'lgan. Xazina, haqiqiy xazina shunday bo'lgan. Endi mana zamon taraqqiy etishi bilan demak bu narsalar tipografiya, avval tosh bosma, litografiya paydo bo'ldi. Bundan endi kitobni ko'paytirish, uni kitobni ko'proq ommaga yetkazish imkoniyati katta bo'ldi. Demak, bu insoniyat tarixidagi g'ildirakni kashf qilinishi yoki bo'lmasa qo'rqni kashf qilinishi yoki olovni kashf qilinishi singari mana shu kitobning ko'paytirish texnikasining kashf qilinishi bu insoniyatni juda jadal taraqqiy ettirishga sabab bo'ldi. Chunki avval bir kitobni yaratish uchun hali biz aytgan uzoq asrlarda unga yillab vaqt ketgan bo'lsa, oylab vaqt ketgan bo'lsa, endi bir kitobni ko'paytirish nisbatan oson bo'ldi. Uni 100 dona, 1000 dona, kerak bo'lsa 100 ming dona chiqarish oson bo'ldi. Bu ma'rifatning tarqalishiga xizmat qildi va lekin shuni ham aytish kerakki, o'sha paytda odamlar demak asosan informatsiyani, ma'lumotni kitoblardan olganlar. U vaqtda radio yo'q, televideniya yo'q, hozirgidek internet yo'q. Hamma narsa kitobdan olingan ma'lumot. Shuning uchun kitobga ehtiyoj katta bo'lgan. Kim o'zini bilaman desa, kim biror bir natijaga erishaman desa, kitob o'qigan. Kitob bilan bo'lgan. Va kitobga munosabat ham xuddi mana shunga monand bo'lgan. Mana biz tarixdan bilamiz, bizning ulug' allomalarimiz, Xorazmda yashab o'tgan ulug' allomalarimiz deylik, ularning shu hali 5 yoshida, 6 yoshida, 7 yoshida Qur'onni chiqqanlari yoki bo'lmasa ulug' bir pandu nasihat kitoblarni yod olganlarini bilamiz. Buni Navoiy hazratlarini aytasizmi yoki bo'lmasa Ibn Sinomi yoki bo'lmasa Al-Biruni aytasizmi? Bularning hammasi demak hali yosh paytidan 10-12 yoshlarida butun bir dunyoning ma'lumotlarini olgan. Nimadan? Mana kitobdan. Qarang, yana bir mashhur misol bor. Ibn Sino 16 yoshida Samoniylar podshosi, o'sha paytdagi podshosi betob bo'lib, uni hech bir davolashni imkonini topmagan paytida Ibn Sino o'sha podshoni davolash imkonini topadi va Ibn Sinoni bergan darsi bilan podsho yaxshi bo'ladi. Shunda podsho tilaging deganda Ibn Sino nimani so'raydi? Ibn Sino podsho kutubxonasidan foydalanish imkonini so'raydi. Qarang kitobga munosabat qanday, qarang bilimga munosabat qanday. Mana shu yana bir marta aytaman, u vaqtlarda asosiy informatsiya manbai, bilim, ilm manbai kitob bo'lgan. Shuning uchun kitobga shu darajada demak ixlos o'qish bo'lgan. Mana deylik biz hali yosh paytlarimizda siz aytdingiz, mana kitob ko'p o'qilar edi. Albatta kitob ko'p o'qilar edi. Nega? Chunki u vaqtda nisbatan informatsiya manbalari, radio paydo bo'ldi 50-yillarda. Radio paydo bo'ldi. Bu ham kitobda o'rni bosa olmas edi, chunki radio va asosan xabarlar beradigan manba. Shuning uchun hali kitobdan odamlar nima qilmadi, qaytmadi. Keyin 60-70-yillarda televideniya kirib keldi. Bu ma'lum ma'noda kitobga raqobatchi deyish mumkin. Kitobga raqobatchi, chunki endi radiodan, televideniyadan bizga informatsiyalar kela boshladi. Mana biz badiiy kitoblarni o'qimasdan, demak, radio postanovkalarni eshita boshladik. Kinolarni ko'ra boshladik. Mana hozir ko'pchilik mashhur Abdulloh Qodiriy desa, o'tgan kunlar desa, kitobidan oldi, kinosini esladi. Shumbola hammasi. Mana shu narsalar ma'lum ma'noda kitobga raqobatchi paydo bo'lgani bilan nima qiladi? O'sha paytda kitobga munosabat shundan o'zgargan. Endi bugunga kelib esa bu raqobat juda kuchayib ketdi. Internet tarmoqlarining rivojlanishi, internetning rivojlanishi bilan mana har bir agar uyda 10 kishi bo'lsa, 20 telefon bor. Har kimda 2-3 tadan telefon. Bu telefon ijtimoiy tarmoqlar orqali, internet orqali
bizga osongina informatsiya beradi. Osongina informatsiya beradi. Istagan narsangizga kirasiz, Google'ga qaysidir tarmoqqa kiradi sizga deylik Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar desangiz sizga ma'nosini berib turibdi. Ya boshqa berdi. Mana shu narsalarni o'zi birinchidan kitobga bo'lgan e'tiborni susaytirdi. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, bugun yoshlarimiz kitob o'qimayapti desak, yanglish aytgan bo'lamiz. Kitob o'qilyapti va yoshlarimiz kitobdan ixlos qaytgani yo'q. Lekin ular bugun vaqtlarini tejab yoki bo'lmasa bugungi modaga ergashib elektron kitoblar o'qiyapti. Bu hali bugun istagan joyda o'tirib, istagan kitobni topib olib, hali telefonga yuklab olib o'qiyverish mumkin. Shu narsa yaratildi. Shu narsa imkoniyat bor. Shu imkoniyat. Masalan, men viloyat axborot kutubxonasi markazida ishlayman. Vaqtida birgina bir ma'lumotni olish uchun deylik o'rta asrlarning olimi u hali mashhur muhaddis Imom Buxoriyni aytadi. Demak, bir hadisni to'g'riligini tasdiqlash uchun necha ming kilometr yurib Makka va Madinaga borib, yaqin uzoq sharq mamlakatlarini kesib, mana shu hadisning sahihligini ya uning yolg'on ekanligini, bir noto'g'ri hadis ekanligini, naqs hadis ekanligini isbotlash uchun minglab kilometr yurib borib, yuzlab odamlarni uchrashga to'g'ri kelgan. Bugun yoshlarimiz istagan odam mana hali aytgandek istagan axborot kutubxonasi markaziga borib nimani bersa, so'rovni bersa, unga ma'lumot kelyapti. Shu narsaning o'zi ma'lum ma'noda kitobga konkurensiya, kitobga bir raqobatchi bo'lib, internet tarmog'i, ijtimoiy tarmoqlar raqobatchi bo'lib, ma'lum ma'noda kitobni bir chetga surgandek. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, bugun mana shu yoshlarimizni mana shu yengil yelpi deymiz endi. Yengil ma'lumotlar olishga, istagan narsasini yengil qo'lga kiritishga, izlanishdan bir ma'lum ma'noda altiga to'sib qo'yayotganda. Mana shu yengillikka o'rganib qoldi. Mana shu yengillikka o'rganib qolish eng yomoni, yengillikka o'rganib qolishni yana bir tomon odam mehnat qilishdan cheklansa, eng yomoni u taqdim qilinayotgan informatsiyani, ma'lumotni hali aytganimizdek setkadan o'tirmasdan, nima deymiz buni? G'alvirdan o'tkazmasdan qabul qilyapti. Bu narsa ma'lum ma'noda yoshlarimizni didiga, ularning farosatiga, ularning madaniyatiga ta'sir qilyapti, salbiy ma'noda. Ayniqsa so'z madaniyatiga. So'z madaniyati boshqa. Endi bu bugungi eng og'riqli masala. Bugun senzura yo'q. Chunki istagan odam istagan fikrni tashlayapti, ijtimoiy tarmoqlarga istagan odam istagancha munosabat bildiryapti va mana shu narsa bir tomondan yaxshi, inson o'zini fikrini bildirish erkinligi rioya qilinyapti, lekin ikkinchi tomondan u qanday fikr bildiryapti? Ana shu narsa bizlarni eng tashvishlantiradigan narsa, ziyolilar. Bugun biz o'zimiz istagan g'oyalarni tarqatishimiz kerak, targ'ib qilishimiz kerak va himoya qilishimiz kerak. Mana shu yerda bugun ijtimoiy tarmoqlar hali aytgandek bir tomondan kitobga raqobatchi bo'lib, unga uni sal chetga surishga sabab bo'layotgan bo'lsa, tanganing ikkinchi eng bir xavfli tomoni bu yoshlarimiz ongiga istagan g'oyani singdirish imkoni bo'ladi. Mana shu narsa eng asosiy narsa, mana shu narsa eng asosiy xavf. Shuning uchun mana keyingi yillarda mamlakatimizda mana shu kitobga qaytarish. Chunki kitob har qalay ma'lum
senzuradan o'tadi. Senzura deganimiz yaxshi ma'noda. Demak, Muharrirlar o'qiydi uni, direktor o'qib chiqadi, boshqa tahrirchi o'qib chiqadi. Mana shu narsa kitobning qimmatini bugun saqlab turibdi. Lekin shuni ham aytish mumkinki, bugun kitob chiqarish juda oson, puli bo'lsa chiqaryapti. Bu narsa bu alohida mavzu va alohida muhokama qilinadigan mavzu. Lekin bugun mana shu kitobga bo'lgan munosabatimizni o'zgarishiga mana shu internet tarmoqlarining rivojlanganligi va axborot olish va axborot tarqatish texnologiyalarining osonlashgani sabab. Endi kitob baribir hozirgi bu rivojlangan texnologiyalar bor, internet tarmog'i bo'lsin, boshqasi bo'lsin. Kitobdagidan undan nima ola olmaysan-da, bir haligi aytganingizdek saviya olib bo'lmaydi-da. Endi o'tib ketadiganday portichkani ochasan, o'tib ketib turibdi axborotlar, boshqasi hammasi. Shu kitob o'qigan avlod bilan hozir kitob o'qimagan axborotga, mana shu internetga berilib ketgan avlod o'rtasida aytganimning so'z boyligida, muomala madaniyatida, boshqasida hammasida bir farq sezilib qolyapti. Sayozlik shundan kelib chiqib turibdi deb o'ylab turibman-da men. Sayozlik masalan. Boburni o'qimasa, Navoiyni o'qimasa, hozir u internet tarmog'ida ham shu o'zi bir nuqtai nazardan yo talaba bo'lsa, yo o'quvchi bo'lsa bir girib ko'rishi mumkin. Nechanchi yilda tug'ilgan, nima yozgan, nimani bilish kerak, ertaga ustozga nimani aytish kerak deb. Lekin uni ichiga kirish hozir ko'pchilikda u narsa yo'qolib boryapti deyman-da. Endi to'g'ri, chunki kitob qaysi ma'noda bilim olishning eng yaxshi va eng qulay yo'li. Yaxshi deganimiz birinchidan kitob o'qiganda qo'lingizga olasiz. Sahifalarni birin-birini ochishingiz mumkin. O'qishingiz, diqqatlab o'qishingiz mumkin. Tagiga chizishingiz mumkin. Izoh yozishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa kitobni shu yerda qoldirib yana bir qandaydir boshqa kitobni olib taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Matnazar akami kitob o'qishini guvohi bo'lgan. Matnazar akam hech qachon kitobni Matnazar akam o'qigan kitoblarni qarasangiz shunday oppoq qog'oz emas. Matnazar akam kitob o'qisa, albatta tina chizib, izoh bilan o'zini fikrini yozib, qandaydir agar kitobda fikr yozilgan bo'lsa, albatta uni hoshiyasiga fikrini yozib, keyin agar boshqa manbada boshqa bir fikr aytilgan bo'lsa, shu manbani ko'rsatib, falon manbada falon deydi deb o'qiladi. Shuning uchun mana kitobning afzalligi qayerda? Mana kitobning afzalligi uni hali aytgan osongina ma'lumotni olganda yoki bo'lmasa uni telefoningizda ko'rib yo kompyuterda ko'rib bu narsalarni qilish imkoni yo'q. Mana nima uchun kitob o'qish kerak? Mana nima uchun haqiqiy bilimga ega bo'laman, haqiqiy bir narsani egallayman degan odam mana shuning uchun kitob o'qish kerak. Biz odatda kitob o'qish kerak deganda badiiy adabiyotni tushunamiz va badiiy adabiyotni tushuntirishga harakat qilamiz. Yo'q. Kitob bu har qanday mutaxassisni malakasini oshiradigan hammasi kitob. U tarix bo'lishi mumkin. U mana deylik neft, gaz sohasining kitoblari bo'lishi mumkin, boshqa tibbiyot hammasi. Shuning uchun oshpazlik sirlari degan kitobni o'qiganman men. Karim Mahmudovning kitobi. Mana. Shuning uchun agar kim yaxshi mutaxassis bo'laman desa, o'zini sohasini yaxshi o'qiyman desa, kitob o'qish kerak. U hali aytgan internetdan olgan ma'lumotlar bu boshqa narsa. Lekin kitob qo'lingizga olib, hali aytgandek tayinni chizib, muqoyasa qilib, boshqalar bilan solishtirib, o'qib, sharhlaringiz bilan o'qisangiz kitobni, bir bet o'qishning o'zi kifoya. Bir bet o'qishning o'zi kifoya. Mana shu o'qish jarayonida siz mana shu istagan narsangizni miyangizga muhrlab tashga o'yg'andek qilib yozasiz. Shuning uchun biz yoshlarimizga kitob o'qing deganimizning asosiy gapi shunda. Asosiy gapi shunda. Kitob o'qish kerak, kitob o'qish kerak, kitob o'qish kerak. Chunki kitob o'qigan odam yaxshi mutaxassis bo'ladi, o'zining bilimini oshiradi va istagan sohasida muvaffaqiyat qozonib biladi.
Hem Chunki odam bilan gaplashib biladi. Chunki hali siz aytgandek uni so'z boyligi oshadi. Siz agar kitobni o'qigan bir qandaydir mavzuda suhbatlashayotgan bo'lsa odam, siz shu kitobni o'qigan bo'lsangiz, uni hashiyasini chiqarib, fikringizni yozib qo'ygan bo'lsangiz va qaysi muallifda qanday fikr ekanligini yozib qo'ysangiz, bir fikr, ikki fikr, o'zingizni fikringiz xulosani qilsangiz, siz istagan opponent bilan suhbatlashib, baslashib bilasiz. Mana kitob o'qishning afzalligi. Shuning uchun ham kitob o'qi deymiz. Mana kitobni o'qishning eng katta foydasi. Sizni yaqinda Sharq Yulduzida e'lon qilindi, Yilon deb nomlangan qissangiz. Shu qissada men bir yanglishmasam bir 100 tacha joyida Xorazm Shevada aytilgan so'zlarni uchratdim. Shu o'tdi. Masalan, butun respublikaga tarqaladigan jurnal o'tdi. Shu Shevaga bo'lgan bizlarning munosabatimiz oldingi orzularimiz ushalganning bo'ldi. Qarasam. Shu avvalgi davrda ittifoq davrida so'zlar o'tarmadi shular. Endi bir narsa, adabiy til degan til yaratilgan, yaratilgan va mana shu adabiy tildan chekinish mumkin emas degan bir qoida bor edi. Qoida bor. Agar deylik musht degan so'zni o'rniga Xorazmda yumruqni ishlatsa, bu Xorazmcha so'z. Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan go'sh degan so'zni ishlatsa, et deb ishlatilsa, bu Xorazmcha so'z. Vaholanki et ham yumruq ham asl turkiy so'z. Asl turkiy so'z. Bu qadimiy turkiy so'z. Buni Mahmud Qashqariyning Devoni lug'at turkda ko'rish mumkin. Turkda ko'rish mumkin. O'sha aytgandek, hali aytgan et ham, yumruq ham hamma turkiy xalqlarda shunday ishlatiladi. Turkmanda ham shu, turkda ham shu, Ozarbayjonda ham shu. Mana bu nima uchun endi mana shu so'zlar Xorazm shevasi sifatida qaraldi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bunga shunday aytish mumkinki, Xorazmning geografik joylashishi, mana qumlar orasida bo'lishi, unga hali aytgan ta'sirining, arab ta'sirining, fors tili ta'sirining nisbatan qiyin yetib kelishi. Bu bizni yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, tarixchilarimiz o'zlarining asarlarini arab tilida, fors tilida yozavergan. Lekin xalq o'zining qadim tilini unutmagan. Shuning uchun mana shu qadim turkiy so'zlar bizni shevamizda shart aytish mumkin, saqlanib qolgan. Bizda Xorazmda saqlanib qolgan. Shuning uchun bu narsa Matnazar akam Bir quchoq gul degan doston yozgan Xorazm shevasida. Sababi Matnazar akam shu kitobga, dostonga so'z boshi yozganda yozib qo'yibdi. Agar adabiy tilni bir dengiz desak, unga kelib qo'shilib turadigan irmoqlar, shevalar bo'ladi. Agar shevalardan so'z kelmasa, kelib qo'shilmasa, adabiy til qurib qoladi degan. Shu ma'noda bizlarda mana shu til borasida yuritilgan, bemalol aytish mumkin, mana shevalarga nisbatan yuritilgan noto'g'ri siyosat natijasida biz bugun juda bir kambag'al tilga egamiz, o'zbek tilini nazarda. Bu o'zbek tili agar shu darajada ketsa, yo'qolib ketish xavfi bo'lgan tillar qatorida turibdi. Bugun o'zbek tilida, adabiy tilda deymiz, adabiy tilida muomalaga kiritilgan va ilmiy muomalaga kiritilgan so'zlar shartli ravishda 100 ming deyish mumkin, lekin 100 mingga ham yetmaydi. Mana o'zbek tilining izoh lug'atida 85 ming so'z bor. Endi qarang, o'zbek tilida 85 ming so'z bo'lsa, boshqa tillarda qanday degan savol tug'iladi. Mana qo'shni qozoqlarda, qo'shni millat qozoqlar qardoshlarimizda ularning lug'at boyligi, lug'atga ilmiy muomalaga kiritilgan so'zlarning soni 150 ming. Bizda 85 ming, ularda 150 ming.
Endi yaqinda kelib chiqishi nemis bo'lgan bir qozoq olimi qozoq lug'atini, qomusini shakllantirdi deydi. Balkim endi bosilganda. Bular qozoqlar o'zlarining lug'at boyligini 2 million so'zga yetkazgan. Qarang endi. Shu narsa qozoq qardoshlarimiz 2 million so'zlik lug'atga ega bo'lsa, biz 85 ming so'zlab o'tirsak. Bu qanday? Bu demak shular niyedan oldi? Shular shevadan qo'yildi endi uni. Shevadan oldi. Sheva deganida bir shartda kim o'ylab topgan uni? Bilmayman, sheva degan so'zda. Havo. Chunki mana yaqinda Maqar degan qissa chop etildi va taqdimoti bo'lib o'tdi Toshkentda. Shunda hamma yaxshi yomon fikrlar bilan birgalikda aynan mana shu sheva so'zlariga Xorazmda ishlatilgan so'zlarni faol qo'llaganman. Bu yerda bir 200 ga yaqin so'z ishlatgan. Iboralar ishlatgan. Shunda yaxshi deydi. Lekin mana shu me'yorni bilish kerakga o'xshaydi deydi. Lekin qarang endi. Bu o'zimiz turkiy so'z biz. Unga nega me'yor qo'yish kerak? Nega me'yor qo'yish kerak? Bugun umum turkiy so'z til kashf qilamiz. Turkiy alfabet yaratamiz deb aytibsizlar. Turkiy so'z til qachon paydo bo'ladi? Hamma turkiy so'zlarni muomalaga kiritsak, shuning o'zi unisini yaratishni hojati yo'q. Shuning uchun men u yerda ham shu fikrlarimni aytdim va aytish mumkinki, bu narsa o'sha yerda qatnashgan olimlar, mana tilshunos olimlar bor edi, adabiyotshunos olimlar bor edi. Bu juda qizg'in bir bahs munozaraga aylanib ketdi va shu yerda tilshunos opa bor ekan, Jumagul Salayeva, menimcha shu kishi chiqib aytdiki, biz mana shu narsaga zor edik. Men dialektlar bo'yicha o'qitaman, domlaman, lekin bizda qo'llanma yo'q deyapti. Ana o'zbek tili boy til, uning dialektlari ko'p, uning shevalarida juda ko'p so'zlarimiz bor deymiz, lekin qani desa, bir Tog'ay Muratni ko'rsatib qo'yamiz, Shukur Xolmirzoyevni. Unda ham u darajada ko'p so'zlarimiz yo'q. Shuning uchun mana shu Maqar qissasini e'lon qilinishi va mana shu yerda 200 ga yaqin, balki 200 dan ortiq so'zlarning ishlatilishi biz uchun juda bir noyob qo'llanma bo'ldi deyapti. Uni endi badiiy jihati, yaratilgan qahramondan tashqari bu hali til masalasida aytilyapti. Til masalasida aytilyaptiki, mana keyin o'sha domlamiz bugungina telefon qilib ertalab biz mana shu nimani sizni asaringiz bo'yicha Maqar bo'yicha ilmiy ish qilyapmiz. Uni dialektlar bo'yicha ishlayapmiz. Studentlarimizga, hali magistrantlarimizga ilmiy ish qilib beryapmiz deb menga telefon qilib, shundan kitoblaringizni yetkazib bering dedi. Mana yetkazib berdik. U уже ilmiy muomalaga kiryapti. Mana biz aytgan xorazmcha so'zlarimiz. Bu xorazmcha deganda men u yerdan ham aytdim, xorazmliklar o'zlari o'tirib so'z ixtiro qilgan emas. Bular hammasi umumturkiy so'zlar. Biz ana shu umumturkiy so'zlarni ham bilmaymiz. O'zlarimizning so'zlarimizni bilmaymiz. Mana oddiygina yogurt degan so'z bor, ha? Yogurt. Yogurt men o'zim shu vaqtgacha yogurt degan shu bir Yevropadan kelgan so'z deb o'ylardim. Devon lug'atda yogurt qatiq deb qo'ydi. Mana o'zimiz so'zimizni ham bilmaymiz. Yogurt turkiy so'z. Biz uni shuning uchun biz o'zimizni ko'proq bilsak, shevamizni ko'rsak, bilsak. G'isht, karvich, yaxshi. Karvich arabiy so'z. Demak, mana shu chetda qolgan boylig'imizni hammasini kelib biz adabiy tilga muomalaga kiritsak, bizni til boylig'imiz bugungidek 100 ming emas, 500 ming, 1 millionga yetishi kerak emas. Shuning uchun mana shu narsalar ham bugungi yozuvchilarda oldida turgan, bugungi ziyolilarimizni mahallalarda yurgan, qishloqlarda yurgan ziyolilarimizdan vazifasi. Bu borada Xorazmda anchagina ishlar qilingan. Bu borada boya aytganimizdek ustoz Matnazar akani shu bir quchoq gulini o'zindagi
şeva so'zlarni o'zini bir jamlanma qilsam adabiy tilimize shunday bir ko'mak bir narsa bu narsa Matizar akami o'zini aytgani, o'zini e'tirof bu mana shu so'zlar unutilib ketmasligi kerakdir. Mana shu Matizar akami boshlab bergan mana shu Xorazm shevasida she'rlar yozadigan hozir bir ko'p bir to'da deymiz, Xorazmcha bir to'da shoirlar paydo bo'lgan. Bu narsa faqat foyda. Bu yana bir narsaki mana shu bir zaminda tug'ilib o'sgan odam ana shu zamindagi so'zlar bilan fikrlaydi. Xorazmda tug'ilib o'sgan shoir avval uni xorazmcha tarzda fikrlaydi, keyin adabiy tilga o'girib yozadi. Bu mana xalfalarimizni qo'shiqlarida qanday bir etingiz jimbir deydi. Chunki u xorazmcha fikrlayapti, xorazmcha aytyapti. Bu his-tuyg'ularni qo'zg'ashga, uni bir zavqlantirishga mana shu so'zlar ta'sir qilyapti. Mana shu so'zlar ta'sir qilyapti. Va mana shuning o'zi demak bizdan bu sohaga katta e'tibor berish kerakligini ko'rsatadi. Qadim Xudoy Taolo qilgandan nazar elaka od verib qo'yib elgezer. Un eleyecek vaqtda bütün bir oram on işaretiyle komşudan so'rab. Hozir odamlarni bilmeyin can xalak, bu imanda pemme yil çekeçandır. Hozir her gelinde 5-6 elek, yok devinde 2'den tandır. Matnazar hanım işletişen karar. Yine menagam karan berek, menagam. Ben mekteplerde ayıp veremem bunu. Mihir akıbet menasam boş şerim. Şu meselede damlamız Abdullah O'rozboyevning chiroyli bir gapi bor. Shu vaqtgacha deydi, damla bizlar til haqida, sheva haqida, dialekt haqida gaplashganda olimlar mana bu dialektning, mana bu shevaning bir-biridan qanchalik farqli ekanligini ko'rsatsak, bizning ishimiz yaxshi bo'ladi. Bu noto'g'ri siyosat edi. Chunki biz mana shu shevalar ichida, dialektlar ichida qanchalik umumiy so'zlar borligini ko'rsatsak, tilimiz boyidi va mana shu to'g'ri siyosat bo'ladi dedi. Bugun mana shu to'g'ri siyosat yuritish davri kelgan. Shuna hissamizni qo'shadigan vaqtim keldi. Albatta. Hozirgi Xorazm adabiy muhiti haqida nima deysiz? Ina masalan bizlar Omonmatjon, Erkin Samandar, shuningdek bir buyuk Xorazmni ustunlari Matnazar Abdulhakim, bu insonlar endi o'tdi, bularning merosi qoldi. Hali ko'p o'rganishimiz kerak. Hozirgi yoshlar o'rtasida masalan siz nasr yo'nalishida ijod qilasiz. Nasr yo'nalishida ijod qiladigan bolalar, shoirlar ko'p. Lekin siz kuzatib o'tirgan, shularga omad tilaydiganlari qaysilar hozir? Endi men bir gapni aytib beraman. Bu boksning obro'sini hali og'ir vaznlar, tijoloveslar hal qiladi. Misol uchun Mike Tyson'ni nechami biladi? Og'ir vazndagi chempion. Eng og'ir vaznda hamma bir urib yiqitadi. Yoki bo'lmasa bugun Bahodir Jalolovni boshqa bokschilarimizdan ko'proq bilishini sabab nima? U tijolovesi. Shuning uchun uni zarbasi ham kuchroq bo'ladi. Shu ma'noda men aytaman, adabiyotning tijolovesi nasr. Hali aytgan she'rda chempion bo'lishi mumkin, publitsistika chempion, lekin nasrda chempionimiz bo'lsa, bu Xorazm adabiy muhitining obro'sini shu belgilaydi. Bugun nasrda ijod qilgan ustozlarimiz ko'p. Mana Erkin Samandar, bugun mana ustoz yozuvchi Qo'zdavlat chiroyli narsalar yozgan. Yoki bo'lmasa hali kashf qilinmagan deb o'ylaman, lekin O'zbekning istagan yozuvchidan kam bo'lmagan Bayram G'oyiyev degan yozuvchimiz bor. Bular bor. Lekin targ'ibotida biz sarkamchilikka yo'l qo'yapmiz. Nasrni aytyapman. Nasrni. Lekin bugun yosh yigitlar, yosh qizlarimiz ham bor nasrda. Jumanazar degan bitta shoir. Jumanazar Yo'ldosh. Yaxshi hikoyalarini o'qidimmi? Mana shu Jumanazar Yo'ldosh bugunni Xorazmning bir o'ziga xos yaxshi yozuvchisi. Yoki bo'lmasa Ma'rif Mengliyev degan bog'atli yigit bor. Bular ham ajoyib O'zbekni adabiyot toshini qo'ysa bemalol
Toshbosa degan yigitlar. Qolaversa mana Shavotdan singlimiz bor, Zuhra Atajanova degan yaxshi nima prozaik, yaxshi prozaik. Mana biz yana bir prozaikni yaqinda kashf qildik. Bu Nazira Atajanova, Xivalik. Bu kishining ham mashqlarini ko'rsangiz bir salmoqli mashqlar ega. Shuning uchun bu aytgan nasrlarimiz agar ishlashda davom etsa, tashlab qo'ymasalar, salmoqli asarlar yaratishga ishonchimiz komil. Omad tilaymiz ana shu yoshlarimiz kelajakda albatta adabiy muhitni yuqori pog'onaga ko'taradilar degan umiddamiz. Bular hamisha adabiy nimalarda, mushoiralarda ko'rib turaman, bor, yoshlarimiz bor, qizlar bor, yigitlar bor. Faqat izlanishlari kerak. Albatta to'xtab qolmaslik kerak. To'xtab qolmaslik kerak. Mana shu hali ruslarning mashhur yozuvchisi Maksim Gorkiy talantning 99% mehnatdir degan. Umuman har qanday sohada u san'atkor bo'ladimi, yo tabib, doktor bo'ladimi, yoki quruvchi bo'ladimi, yoki muhandis, injener bo'ladimi, kim mehnatdan to'xtasa u ishdan to'xtaydi. Shuning uchun jumladan yozuvchi, shoirlar ham shunday, o'qishdan to'xtamaslik kerak, ishdan, mashqdan to'xtamaslik kerak. Kim to'xtamasa, kim hali aytganimizdek o'qisa, u oldiga qo'ygan vazifalarni bajarib boraveradi. Matnazar aka timsolida shu narsani ko'rdik. Matnazar to'xtamadi. Matnazar shu bir daqiqa vaqtini ham bekor ketkazmadi. Men ko'p yo'llarda birga bo'lganman, Xivadan Urganchga kelishda, Urganchdan Xivaga borishda shu Ma'mun akademiyasida ishlab yurgan vaqtda ko'p yo'ldosh oldim men. Shu Xivadan Urganchga kelishda xalaqit bermaslik kerak. Endi bir so'zlashasing keladi, yo shopirni so'zlashasi keladi. Shu narsani ham qizg'andu. Ben hozir sezib turibman. Hozir men bo'lgan, masalan, gapini bo'lgan yo xayolini, fikrini bo'lgan yerlarim uchun ham endi izohiyman to'g'risi. Yo'q, izohiyman, shunday. Shu bir size aytib berdim, bir eslayalyanki bir konsertlar qilib yurganda o'tgan ko'rsatuvimizda ustoz Azamat Otajonov ham eslab o'tdi. Haligi maymun olamizmi deganni. Yana bir konsertdan chiqishda men bir yanglishib shopir qidirib bir Damaschi yigitga yurt borib kelali, shuning konserti bor dedim. Ko'p so'zlaydi ekan u bola. Shu yani shopir. To'xtamaydi ekan. İş qilib nereden çıktık? Konsertdan çıktık, bindik. Ya mingandan o'ngina o'tirdi. Matnazaram, "Inos shoirsiz" deb boshladi. Bu nichki bo'ladi shu boraversak, mun deb boraversak, buyog'ini nichki bo'ladi? Indamadi. Keyin qachon bir yaxshi bo'lib ketadi o'zi? Yoki o'zini dardini aytib yotdi-da. Keyin oxiri Urganchga bu yoqqa kelaverishda bir shoir yozuvchilar so'zlab yotaveradi-ku, ustoz siz dum so'zlamaysiz. Ben qarshi durtaman yanqini, bu endi katta odam. O endi shoir deb tutdi. Bu ani she'r o'qiydi kirib, boshqa aytadi. Yanqi bir yerga kirganimizda bir shu nani zavuvchi, maktabning zavuvchi aytdi-ku, "Bunda ikki shoir kelibdi. She'r yodlab kelibdilar sizlar uchun." Shu she'rlarni she'r yodlab kelibdilar dedi. Birov she'rni yodlab kelgan aytdi. Shunda yanqi Sho'pram Matnazar oxiri chuchakda aytdi. Qachon yaxshi bo'ladi dedingmi? Shu qachon so'llamasak yaxshi bo'ladi dedi. So'llamasa ish bo'ladi unda deb yana qaytmadi. Shu ko'z bilan so'llashsak dedi. Hozir shuncha energiya sarflading Xivadan Urganchga kelincha dedi. Shuni eslasan dedi. Bir oy so'r, fikr so'r dedi. Keyin Manasdan tushdik. Matnazar yaxshi ertaga yana uchrashamiz desam, ertaga emas, o'zi ko'p yillar uchrashganimizdan shopirni almashtirdi. Endi shu narsaga hali Matnazar akam bir minutini ham bekor yo'qotmas edi degan gapga bir isbot. Matnazar akamni yaxshi do'sti bor edi, Jalol jannatda bo'lsin, Aziz aka. Shu bir gurungni aytib beradi. Matnazar akamning qanday ishlaganini aytib beradi. Shu deydi, neden Sholqamatalni tomonidan uyi Moskovskiy ko'cha shunga qarab kelayotirsam deydi. Daritaldan o'tgan yerda Matnazar aka o'tirar ekan deydi. Matnazar akam ikki sinfdosh ular, yoshlikdan birga.
Yo'lda chetinden dedi teatr ekan dedi. Matnazar dedi keyin olib ketecek bo'ldim. Matnazarning dag'in dedi. Mashinani dedi damasi bor edi. Mashinani aslan yaqinlashtirdim dedi. Chetga bunday keldim dedi. Matnazar e'tibor bermadi. Shu hay o'sa yanına bir mashin dedi, u bilan teng teatr dedi. Şu ham qaramaydi. Matnazar dedi shu o'y surib ketib qoldi dedi. Keyin dedi, "Av dedim" dedi. Yana dedi ozgina qisdim dedi. Salmaga dedi yaqinlashdim, yaqinlashdi. Shundan qaramaydi dedi. Shu o'zini o'yi bilan ketib qoldi dedi. Aytdim bo'lmadi dedi. Keyin eldindan dedi salmaga dedi kesib chiqdim dedi. Shunda kesib dedi o'ta to'g'ri yo'l qo'ymadim. Shunda dedi Matnazar sekirib salmadan trotuarga o'tidan yana o'y surib ketaverdi dedi. Keyin men dedi signal berib, "Ey Matnazar, hech bo'lmasa buni ham mashin meni bosacaqmi deb qaramsan, navlin bir mashin kelaverdi, shu yoqqa bu yoqqa o'tdim" deb aytdi. Ana Matnazar akam bir minutini ham, bir sekundini ham, bir daqiqasini ham o'zini ishidan chalg'amagan. Shu hatto uni qisib kelayotgan mashin nega qisadi bu? Ne kim bu ekan deb ham qaramaganda. Shuni Aziz akam deversimcha ko'p aytib beradi. Matnazar shunda ishlaydi bu. Shuning uchun ham shu darajaga yetgan deb Aziz akam aytib beradi. Shuning uchun biz hali aytgandek azroq gaplab, ko'proq ishlashga o'rgansak, maqsadga yetgan bo'lamiz. Shu talabalik vaqtda birov Navoiy, birov Atoyi, birov Bedil, shular haqida bir suhbatda shularni o'rganib suhbat qiladigan bir jarayonlarimiz bor edi. Shu vaqtda endi Toshkentda u 90-95-yillar adabiy muhit zo'r, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bor. Shu yerda uchrashadigandik. Bu yerda pir ustozlar Ibrohim G'ofurov, Ahmadjon Meliboyev hammasi bor. Shunda Matnazar Toshkentga borib qoldi. Matnazar adabiyot san'at gazetasiga bir maqola olib borgan ekan. Hem seferler mülakatı degan maqolam. Onu İbrahim aka shu darrov chop qildirdi uni. Milliy tiklanishda ham chop qildirdi, Hurriyatda ham chiqdi u. Keyin Matnazar ham aytdim, "Shuning bir bahs ochaq bo'lib turibdi" dedim. "Kimni tanlasam ekan" dedim. Ogaxini ham aytdim, birov tanlayandi. Tanlajak bo'lsam, shondan tanlash kerak desam, Kulfatni tanlang dedi. Kulfat kim ekan demam. Kulfatni tanlang siz dedi. Yetdim qidirib Külfatni. Haqiqatdan Külfat degan büyük yaxshi shoir bor ekan. Navoiy bilan tenglashtirilgan joylari bor ekan uni. Bir devonini topdim. Bu 53-mi, 52-yilda chiqqan bir Külfat degan kitob devonda. Külfat narsa bilan yozgan ekan shu. Ava. Yankirda yengib chiqdim men. Shu o'tirganlar endi biri Navoiyni ham biladi, Atoyni ham, Sakkokiyni ham, Nizomiy, Ganjaviy hammani bilib o'tiribmilar. Aytdim men dedim Külfat haqida so'zlashaman sizlar bilan dedim. Bu yerdagi qizlardan birisi biladi ekan, ko'r eshitgan ekan u. Shunda kelib Matnazar ammo bu yerda rahmat aytdim. Qarang, shu hech kimni xiyolina o'qigan-da, shu narsani biladi-da. O'tkazgan shu narsani. O'zini kasbini egasi. Kasbini egasi. Kasbini egasi. Shuning uchun Abdulla Arif Matnazar akam bergan narsında, tarifinde Matnazar shunday adabiyotshunoski adabiyotni shunday tahlil qilib beradiki, ancha-muncha shunoslardan chuqurroq tahlil qiladi deb Abdulla Arif baho bergan, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Matnazar akam shunday baho bergan. Shuning uchun yana bir marta yana aylanib kitobga kelamiz. Matnazar Abdulhakimni Matnazar Abdulhakim qilgan narsa avvalo Xudo, keyin kitob, o'qish, mutolaa va shuni ham aytish mumkinki, oiladagi muhit. Matnazar akamni padari buzrukvori Abdulhakim bova madrasa ko'rgan, Xivada madrasada o'qigan, juda ulug' ulamo bo'lgan. Ulug' ulamo bo'lgan. Matnazar akam aytadi, mana kitobga nimaga kelsak, mutolaaga kelsak, yana kitobga munosabatda akamlarni deydi davrasi bor edi. Yonvoy mulla, Mahbubiy ota, keyin Matnazar akamni otasi, keyin Yangi bozordan yana bir ulamoni aytar edi. Ular haftada bir kun albatta kelib kitobxonlik qilaydi. Kitobxonlik qilaydi. Bular Fuzuliy xonlik, Navoiy xonlik, Ogahiy xonlik qilar edi. Ya'ni kitob o'qiydi ekan. Shunda Matnazar akam aytib bergan. Mana shu kitobni mana shu davradagi nisbatan
savodsız deb qaralgan. Savodsız endi shartli ravishda. Mana shulardan saviyasi pastroq odam kitob o'qigan. Kitob o'qigan, u kishi o'qib ketavergan. Chunki bu kishini o'zi o'qib ketavergan, o'zi tushunmagan joyda to'xtagan. Ya'ni u kishini o'qiganini bu yerda o'tirganlar hammasi tushunib turgan. Chunki eng hali aytganimizdek, savodi nisbatan past odam o'qib o'tirgan. Keyin shu kishi to'xtaganda deydi, hali kishi to'xtab qaror etdi dedi, bular sharhlab beradi falan. Keyin yana o'qib ketaveradi. Mana shu Matazar akam ko'p aytar edi, quloqqanda bo'lganman men Navoiy g'azallarini. Quloqqanda bo'lganman. Oxinglar menga singib qolgan. Mana shu odamlarning guringlari meni shoir qildi deb aytar edi. Ana shunday davrada o'sgan. Yana aylanib kelamiz kitobga. Kitob. Bugungi suhbatimizni mavzuyini oz bo'lsa-da ochdik deb o'ylaymiz. Demak, kitob buyuklikka intiltiradigan ham kitob. Bu mangulikka daxldor ham kitob. Maqsadga yetkazadigan ham kitob. Shuning uchun kitob o'qishni albatta tavsiya qilamiz. Yaxshi kitoblarni olib o'qish hammaga nasib qilsin. Hammangizga yana bir bora bugungi ko'rsatuvimizni ko'rib o'tirganlara, kuzatib o'tirganlara uylaringizda faqat yaxshi kunlar bo'lishini tilaymiz. Ustoz, sizga ham rahmat. Vaqt ajratib bizni ko'rsatuvga tashrifingiz uchun. Aman bo'ling. Rahmat Oybek, mana shu taklif qilganingiz uchun, mana shu muloqot imkoniyati uchun, mana bizni tomosha qilgan vaqtlarni ayamay tomoshabinlarimizga rahmat aytamiz. Ularni ham kitob o'qishga undab qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling.